Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz Shahbozjon. Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan keldilar. Uzi apparat tanladilar. Shahbozjon, apparatlarimiz qanday? Apparat juda zo'r ekan. Yoqdi shu modeli bizga. O'shani xarid qildik. Ko'rsatishlari, ishlatish jarayonlari qanday ekan? Endi siz o'zingiz birdan so'radingiz, boshqa model so'rab o'tirganingiz yo'q. Birdan shuni so'radingiz. Ko'rsatishi bunda tiniqroqligi, ham chuqurroq ko'ra olishi, ham yaqinlashtirish, uzoqlashtirish knopkalari yaxshi ishlashi. Shu model yoqdi-da bizga. Siz buni qanday ko'rib, kimdandir ko'rdingizmi? Ishlatgan jarayonni yo'q, kurs o'rgansangiz olganmi? Buni ishlatishini kuzatib bor edim. Qo'yganlaringizda o'shandan kuzatib turib, bu ishlashi juda yoqqanligi uchun shunga qiziqib shu modelni oldik. Rahmat. Do'stlar, bu modelimizga zontiga 1 yil, apparatga 2 yil garantiya qilib berdik va o'rgatish jarayoni 1 yil mobaynida telefon orqali videolarni tashlab turib o'rgatib boramiz va qo'shilgan yana funksiyalarni qo'shimcha o'rgatib boramiz va 25 ga magnit zond, fiksatorimiz va detektorimizdan oldilar. Bu detektorimizning narxi 1 million 200 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa, ichida batareyalar bilan chiqarib beramiz. Pastda telefon raqamlarimiz. Shahbozjon kerak bo'lsa, ularning telefon raqamlarini qo'yamiz. Ishtixondan Samarqand territoriyasiga xizmat kerak bo'lsa, Shahbozjonga murojaat qilasizlar, boradi, ko'rib beradi. Pastda telefon raqamlarimiz. O'zi apparat kerak bo'lsa, joningiz va molingiz sog' bo'lsin. Ujdiz tochkasiga. Va matkan bilasizda, shuning uchun tochkasiga uryapsiz-da. Shuning uchun vitrajlarga osonroq o'rgatish. Matkan biladi-da. Shuning uchun aka bilan osonda. Matkani bu urib qo'ygan, yo'qani o'qigan biladi-da o'sha yo'nalishni. Shuning uchun shu tiqqandan bor matkaga o'rnashadi. Shuning uchun bularni o'rgatish osonda. Bir kunda o'rganadi, keyin videolarni tashlab turib tushunmagani, keyin o'rgatib ketish osonda. Vitraj ancha qiyin bo'ladi. Ko'rdingizmi? Ana shu matkani ustida o'ynatavering. O'nroq, chaproq qilib. Hozir bir varakaga 3 kishiga apparatni o'rgatyapmiz. Kansi 5600E modeli sotuvda bor. Keslaringiz bo'ladi. O'zi ko'ringiz bo'ladimi? Ko'rsating, qo'l barmoq bilan. Bu çöktü. Ozgina chiqish kerak? Ana, topdingiz. To'g'ri. Shu bilan shug'ullanib yurgan bo'ladi. Telefonga o'tganimizda g'oy bo'lib ochiladi. Tayyormiz, ketasizmi? O'rgandingizmi? Yaqin hali yana keladi. Siz olib ketyapsizmi o'zi yo faqat o'rganib ketishga kerak? Hali o'rganyapman, oxirida olib kelaman. Aka o'xshasa oladilar-da. Olaman, hali bu. Yo'q, o'rgan bo'lsalar aka oladilar. Tushundingizmi? Qorani ichida oqcha. Ana o'tib ketdi mana. O'tib ketdi. Qachon beryapti-da? Shunday qilingki. Duatda deb ketasizmi yurasiz aka. Yoki g'oz ulasini yaram qilar. Bosib qo'yadi bo'ldi. Qani bu. Oqsham ko'rdingizmi? Yashang. Uni qarang. Mana bola. Mana. Qorani ichida turibdi, ko'rdingizmi? Qoranchida oq raq bo'lib turgan-da. Ko'rdingizmi? Ana shu bola bilan. Sidik fak mana chekada, ko'rdingizmi? Qo'lni mana tiqabsiz-ku. O'rnatingda. Mana yo'nroqqa, pastroqqa, tushunyapsizmi? Bu sizlar matkan qisib o'rganasizlar. O'zi apparatni o'ynatmaydi. Qanday o'nroq bunday o'ynatasiz. Silay ekanda, u Qancha silaysiz, tushundingizmi? Mana. Mana bola. O'zi endi yaqinlashtiramiz. Ana bola. Ana. Katta ko'rinyaptimi? Yuragi uryapti mana. Yurak urishini ko'ryapsizmi? Mayli ko'rsat. Yuragini uryapti. Qancha vaqt? O'ynab turibdi, ko'rdingizmi? 55 kunliklar bor u. Yashang, to'ppa-to'g'ri. Mana yurakchasi o'ynayapti. Ko'rdingizmi? Urishni. Farqini bildingizmi? Uncha. Aka, qo'rqmasa o'ynatavering. Ko'ryapsizmi? Paydo bo'ldimi, yo'qoldimi, orqa qaytaring. Yo'nroqqa oling, matkan ustidan o'ynatavering. Mana. Mana.
Ha, shu bola. Ha, qo'shdan ko'ryapsizmi? Risk topyapsiz, ko'rdingizmi? O'ynating ozgina. O'ngroq, chaproq, ha. Qo'shdan ko'ryapsizmi? Bu bola bor degani. Endi ichkariga tiqib qovoqchadan o'ynating. Salgin tiqing, o'ynating o'sha yerda. Bolani topib olish kerak ichkaridan. Aha, iya chiqib ketdi. Aha. Qo'rqmasdan o'ngga chapga o'ynating. Ana bola. Ha, endi mana businisi bolasi-da. Bolani ko'rganingiz yo'q, faqat qovoqlarni ko'ryapsiz. Ana, o'tib ketdi bola. O'ngga chapga, ana. Hop. O'ynating. O'ngga chapga, ana.